Shu kompaniya ishlarini joyiga qo'yib olsam, bu haqida o'ylab ko'rarman. Bolam, yoshingam ancha ulg'ayib qoldi. Otang meni to'yini ko'rmasdan o'tib ketdi. Hech bo'lmasa onangni rozi qilgin. Tezroq uylangin bolam. Seni to'yini ko'rib, navarlarni bag'riga bosib, sendan xursand bo'lsin. Xudo xolisa. Alo. Ko'rdingmi? Singling ahvoli juda yaxshi. Agar ortiqcha harakat qilsang, uni ahvoli yomonlashadi. O, menga qara. Agar singlimga nimadir bo'lsa, seni ayab o'tirmayman. Yer tagidan bo'lsa ham topaman. Eshityapsanmi meni? Qo'rqib ketdim. Men hazillashayotganim yo'q. Agar oila a'zolaringdan kimdir ichki ishlarga xabar qiladigan bo'lsa ham, singlingni o'ligini qabul qilib olasanlar. Agar aytganimni qilsang, singling eson-omon uyga qaytadi. Menga qara. Sen aytgan o'sha kitob hech qayerda yo'q. Tushunsang-chi. Singlimni qaytar, evaziga pul beraman. Qancha kerak senga? Men bilan savdolashma. Menga puling kerak emas. O'sha kitob kerak. O, ko'rmagan kitobimni qayerdan topaman? Buni sen ishing. Topishing kerak. Tamom. Ish vaqtida qayerda yuribsiz? Ish bilan Farruh Xoripovning o'limi masalasida. Sizni tushunib turibman. Lekin Farruh Xoripovning o'limi haqida hamma narsa ma'lum-ku. Yo'q. Bu falokat emas. Qotillikka o'xshayapti. Odilova, ishdan ko'ra o'z shaxsiy qarashlaringizni birinchi o'ringa qo'yapsiz. Men qotilni topmoqchiman. Odilova, men sizni ogohlantiryapman. Agar yana o'z boshimchalik qilsangiz, keyingi safar sizga nisbatan chora ko'rishga to'g'ri keladi. Bo'shsiz, boring. Xo'p bo'ladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kamron, singling hali ham uyga qaytgani yo'q. O'qishiga qo'ng'iroq qilsam, o'qishi allaqachon tugagan ekan. O'zim bilgan dugonalariga qo'ng'iroq qilsam, ular ham bilmaymiz deb aytishdi. Ichki ishlarga murojaat qilib ko'ramizmi? Agar oila a'zolaringdan kimdir ichki ishlarga xabar qiladigan bo'lsa ham, singlingni o'ligini qabul qilib olasanlar. Oyijon, sizga aytish esimdan chiqibdi. Singlimni haliga Samarqandga bir necha kunga jo'natgandim. Nima? Menga aytmasdan-a? Uzr oyijon. O'zim ham shoshib qoldim. Kursdoshim Lobar kelgandi. Qo'ymay yur dam olasan deb olib ketmoqchi bo'ldi. Men ishlarim bor. Vaqtim bo'lmagani uchun Samirani bir dam olib kelsin deb yuborgandim. Ish qilib ishonchlimi? Ha, oilasini yaxshi bilaman. Juda ham yaxshi odamlar. Nega unda Samirani telefoni ochiq? Endi Samarqandda maza qilib aylanib o'chirib qo'ygandirda. Hop,
Unday bo'lsa kursdoshing Lobarga qo'ng'iroq qilgin. Trubkani ko'tarsin. Meni Samira bilan gaplashtir. Xo'p, hozir. Oy, mana uniki ham ochiq. Ular maza qilib aylanib yurishibdi. Siz buncha xavotir olasiz? Oilasi yaxshi odamlar dedim-ku. Bo'lmasa singlimni birga yuborarmidim. Yaxshi. Unda Lobarga ham Samiraga ham tez-tez qo'ng'iroq qilib tur. Javob bersa menga ayt, meni chaqir. Xo'pmi? Xo'p bo'ladi, oyijon. Men kiyimlarimni almashtirib chiqay. Xo'p. Qayerga ekan? Chilonzorga. 15 ming. O'tiring. Singlim maylimi mashq qizi ham yo'limiz bo'lsa olsak. Mayli. Qayerga ekan? Assalomu alaykum. Chilonzorga. O'tiring. Rahmat. Arzimaydi. Singlim soat necha bo'ldi? Qarab oling. Ish bajarildi. Haydang, tezroq haydang. Ovqatingni yeb ol. Bo'lmasa holdan toyib qolasan. Nega meni bu yerga olib keldinglar? Maqsadinglar nima o'zi? Qo'rqma, yomon niyatda emasmiz. Akang Kamron bir masalani hal qilishi bilan seni uyga olib borib qo'yishadi. Xavotir olma. Meni qidirishadi hali. Topib kelishsa sizlarni sog' qo'yishmaydi.